Ronalduning dubli Al-Nassrga Saudiya Pro Ligasi chempionligini taqdim etdi. Futbol bo'yicha Saudiya Arabistoni chempionatining 2025-2026 yilgi mavsumi 34-turdan o'rin olgan Al-Nassr va Damak jamoalari o'rtasidagi bahs maydon egalarining 4-1 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Ushbu natija evaziga Cristiano Ronaldu boshchiligidagi Riyod jamoasi o'z tarixida 10-marta mamlakat chempionligini qo'lga kiritdi. 35-daqiqada Al-Nassr hujumchisi Sadio Mane hisobni ochdi. 52-daqiqada jamoa vingeri Kingsley Coman mezbonlarning ustunligini mustahkamladi. 58-daqiqada esa Damak yarim himoyachisi Mourlay Silla penaltidan gol urib hisobni qisqartirdi. 63-daqiqada Cristiano Ronaldu jarima zarbasidan mezbonlarning 3-golini kiritdi. Bu Ronaldu uchun faoliyatidagi 972-gol sifatida qayd etildi. 81-daqiqada Portugaliyalik futbolchi jamoasining 4-chi, o'zining 973-golini ham raqib darvozasiga joyladi. Shu tariqa Al-Nassr Ronaldu jamoaga kelganidan so'ng ilk bor, o'z tarixida esa 10-marta Saudiya Pro Ligasi g'olibi bo'ldi.